Xayrli kun bekajonlar. Biskvitni o'xshatolmay tortdan ko'ngli qolganlarga oddiy uslubda Chorniy Prince tortini tayyorlab ko'rsataman. Idishimizga 3 ta tuxumni chaqib olamiz. Sarig'i va oqi birga bo'lishi kerak. Bu oddiy pirogning xamiri. Menda kefir bo'lmaganligi uchun smetanadan foydalanaman. Mana 3 ta tuxumimizni chaqib olib, yaxshilab venchikda aralashtiramiz. Ustidan 1 piyola shakarimizni solib, shakarimiz eriguncha venchikda aralashtirib olamiz. Ustidan 1 stakan smetanaga 1 choy qoshiq chayning sodani solib, yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirayotganingizda o'zi ko'pirib chiqa boshlaydi. Yaxshi ko'pirgandan so'ng smetanamizni tuxumli massamizga solib olamiz. Smetanali massamizni ham aralashtirib olib, 1 piyola unimizga 1 choy qoshiq razriqli til solib aralashtirib olamiz. Ketidan kakaolarimizni ham solib yuboramiz. Xamirimiz quyuqroq bo'lgunicha unlarimizni solib olamiz. Ketidan yog'larimizni ham solib, pergament to'shalgan qolipli listimizga tortimizni joylashtirib olamiz va pishirish uchun pechga jo'natamiz. Korjlarimiz ham pishib chiqdi, ularni qalinligiga qarab kesib olamiz. Xolodilnikimda ozroq qaymoq qolgan edi. Ustiga shanti krem bilan aralashtirib, krem taxladim. Korjlarimizni sut yordamida propitka qilib olamiz. Ustidan qaymoqli kremimizni va taxlangan glazurimizni qo'yib, birin-ketin kremlab chiqamiz. Mana tortimni ham kremlab oldim. Ular yaxlashi uchun morozilnikka yuboramiz. Tortimiz yaxlagandan so'ng glazurlarini qo'yib yuboramiz. Tortim tayyor. Yoqgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.